Sani qara, yo, menga to'g'rimi? men seni hozir Ersak kompaniyasiga olib keldim. Qara, bloger bo'lmoqchimisan? Ha? Bloger bo'lish uchun qorningni qara. Sochingni qara. Men yuzdagi dog'laringni qara. Bloger degani bu san'atkor degani. San'atkor o'ziga qarab yurish kerak. Ozib, chiroyli, xalqqa yoniga chiroyli ko'rinish kerak. Tushundingmi? Uning uchun men seni hozir zo'r mahsulotlar olib keldim. Mana bu Ersak kompaniyasining kofesi. Ozdirishga juda ham yordam beradigan narsa. Sochingni o'stiradiganlari bor. Yuzdagi dog'laring uchun xohlagan masking bor, o'rtoq. Ana ayolimcha dumboqda uyam. Ayolingga ham bor, farzandlaringga ham bor, o'zingga ham bor. Eng asosiysi Ersak kompaniya 300 xildan ortiq mahsulotlar bor. Yana bir narsani ta'kidlab o'tay, eng asosiysi tabiiy mahsulot, o'rtoq. Tabiiy, hammasi 100% tabiiy mahsulot. Menga qara, qaqob ketyapsan, bu mahsulotlarni qo'y. Bu mahsulotlarni shundoq ham senga sotib olib beraman. Asosiysi bunga qo'shimcha sovg'a ham taqdim etiladi. Sovg'asi ham bor, o'rtog'i. Albatta. Bugun menga sotib olib bermashilarni menga. Olib beraman. Ersak kompaniyasi 300 xildan ortiq mahsulotlarni siz aziz xalqimiz uchun yetkazib beriladi. Eng asosiysi tabiiy mahsulotlar, yuz kremlari, vitaminlarga boy bo'lgan barcha mahsulotlar siz aziz yurtdoshlarimiz uchun. Ersak kompaniyasiga murojaat qiling va tabiiy mahsulotlarga ega bo'ling. O'rtog'im, ko'rdingmi mana mahsulotlarni oldik. Rahmat o'rtoq, yaxshiyam. Sanga o'xshagan mana shunaqa bo'lib ketsam, Instagramdachi muxlislarim ko'payib ketadi. Albatta, Ersak kompaniyasiga rahmat de. Rahmat.